Hammaga salom. Assalomu alaykum. Bu Jasmine USA vlog kanali. Bugun bizni birinchi marta o'zbek tilida vlog video olyapmiz, o'zbek tilida. Chunki mani kanalim o'zi rus tilida, no o'zbeklar ko'p yozishdi menga. O'zbek tilida ham anaqa snimat qiling videolaringizni deb. Endi ko'ramiz, agar sizlarga yoqsa, agar kommentlar yozsanglar, agar like bossanglar, mani videolarim sizlarga yoqsa, unda men o'zbek tilida sizlarga vlog snimat qilaman. Hozir tanishaylik. Meni adim Jasmine. Men o'zim O'zbekistondaman, Toshkentda tug'ilib o'sganman. Amerikaga 17 yil oldin kelganman. Kichkina qizim bilan, qizim u paytda 1,5 yosh edi. Amerikaga kelganimda, bu meni kelinim, ukammi, kichkina ukammi, xotini. Maftuna. Maftuna уже 2 yil bo'ldi kelganingga. Почти 2 yil bo'ldi. Почти 2 yil bo'ldi Amerikaga kelganlariga. Biz Los Anjelesda turamiz. Men ham Los Anjelesda turardim, lekin hozir biz meni erim bilan xo'jayin desh yoqtirmayman. Xo'jayinim bilan desh, no erim bilan. O'zi oyim aytadilar, erim desh uyat bo'ladi. Nima desam ekan? Erim bilan Pochchamiz bilan ketdik. Qanaqa edi shtatimoti? Jorjiya, Savanaga. O'zi keyin 3 yildan keyin Xudo xolasa qaytib kelamiz. O'zi Los Anjelesda turamiz. Uyimiz bu yerda bor. Buni arendaga berib ketdik. Shunaqa, meni значит xo'jayinim amerikanецga tegganman. Keyin yana ikkita farzandli bo'ldik birga. Sevinch birinchi qizim, u birinchi turmushimdan, o'zbek yigitdan, Toshkentdan. Shunaqa gaplar. Endi biz sizlarga video snimat qilamiz. Meni kanalimda juda ham ko'p qiziq narsalar bo'ladi Amerika to'g'risida. Faqat men o'zbek tilida yaxshi gapiraman, ota-onam bilan o'zbek tilida gaplashaman. No, kanal snimat qilayotganda все равно это тяжелее, оказывается. Chunki полностью o'zbekcha Да, полностью o'zbek tiliga o'tish qiyin bo'lyapti, lekin harakat qilaman. Sizlardan nima qilinadi? Sizlar yaxshi поддерживать. Sizlar yaxshi поддержка qilsanglar, hayron bo'lmanglar, voy bu karasku o'xshaydi-ku, o'zbek tilida o'rgangan ekan deb. Ani qiz bor-ku, karas qaynanam deb chiqadi. Men ham aytmoqchi edim, birinchi Maftunaga aytdim. Karas qiz o'zbek tilini o'rgangan deb chiqsam, ana hammaga подписка qilardinglar. Yo'q, men o'zi biz Uyg'ur aralashganmiz, Uyg'ur qonim bor, o'shanga shunaqa karasga o'xshayman. O'shanga shunaqa. No, Uyg'ur tili ham o'zbek tiliga o'xshab ketadi, men uyg'urcha gaplashmayman, faqat o'zbekcha gaplashaman. Так что vlog faqat o'zbekcha bo'ladi. Uyg'urchada bo'la olmaydi. Shunaqa gaplar. Kelganda nima desam bo'lar ekan sizlarga? Qarang, men o'zi hech ham bunaqa переживать qilmasdim. Endi nervishsiz qilaman. Xuddi birinchi marta 3 yilmi, 4 yil bo'ldi kanal ochganimga. Rus tilida men ham shunaqa sekin so'dirab ochgan edim. Endi bo'lsa hozir вообще gap bermayman. O'rischa podpischiklarimga. Hozir endi sizlar bilan yana uyalib, boshida endi o'zbekchiligim anaqa qilib tutib ketyapti. O'shanga nima deydi, anaqa iboli hayoli degandek. Endi men kalta yubkalarimga yana xafa bo'lmaysizlar. Sal anaqa amerikanlashib qolganman. O'shanga podpiska qilinglar. Mana bugun sizlarga hozir o'zbek tilida Santa Monikaga borib aylanib, butun sizlarga o'zbek tilida bugun qilamiz. Yaqindagina qaynonamnikida bo'ldik. Ko'rsanglar bo'ladi. Qaynona to'g'risida ham ko'p gaplar aytib berishim mumkin. Birinchi qaynonam O'zbekistonda bo'lgan qaynonamni ham aytib berishim mumkin. Xohlasanglar rus tilida qaranglar. Nimalar gapirganimni hammasi to'g'ri, hech narsani aldamaganman. Hech narsani bekitmaganman. No, bu yerda ham agar sizlarga yoqsa, hammasini bir boshidan aytib beraman. Bitta choy bilan gaplashib o'tiramiz sizlar bilan. Podpiska qilinglar. Santa Monikaga keldik. Santa Monikani ham sizlarga ko'rsatamiz. Bu juda ham chiroyli joy. Bu yerda bizni turmushga chiqmasimdan oldin meni erim mana shu yerda turgan edi. Santa Monikada turgan edilar. O'shanga biz shu yerda ko'p aylanardik. Bizning sevgimiz shu yerda boshlangan. O'shanga to'yimiz ham shu yerda bo'lgan. Mana mashdami qayerdadir anaqa seremoniyasi bo'ladi-yu, seremoniya to'lib o'tdi bo'lganmi, to'lib mana shu tarafda-da. To'yimiz ham shu yerda restoranda bo'lgan. O'shanga Santa Monika juda ham bizga anaqa
yaqin yuragimizga. Hozir ko'rsataman sizlarga. Переверни. Да. O'shanga bu juda ham chiroyli joylar. U anta bo'lgan edi bizani seremoniyamizni ko'rsataman keyin joyga borib. Amamid bo'lsa, bu anaqa Santa Monica Pier, bu juda ham знаменитый joy. Uni ko'p blogerlar ko'rsatgan bo'lsa kerak sizlarga. Santa Monica Pier menga lekin u joy yoqmaydi, chunki u yerda juda ham ko'p turistlar. Menga turistlar ko'p joylar yoqmaydi. Kamroq joylar yoqadi. Havo juda ham zo'r. Santa Monicada eng zo'r havo. Mana bunaqa somsalar qilib qo'ydik. Mana ota-onam uyiga keldim-da bir haftaga. Anaqadaman hozir Kaliforniya, Los-Anjelesda. Mana bunaqa bu kichkina bolalarimga bu uyga olib ketaman. Amerikanец xo'jayinimga yedirib ko'ramiz. Hatto уже yechgan somsani necha yil, 8 yildan beri. Уже как anaqa turmush qurganimizga 8 yil bo'lgan endi. O'zbek tilida qilaman. У меня этот папа не понимает, что происходит. Да, mana hayronman. O'zbek tilida. Nimaga o'zbek tilida gapiryapsan dey. Nima? O'zbek tilida vlog snimat qilaman o'zimcha. Просили, поэтому o'zbek tilida. Подписчики. Mana bu endi o'zbek anaqalar uchun o'zbek tilida mana aytyapman. Shuni endi olib ketaman anaqaga. Savanaga. Hech o'rganolmayman shu Savanagacha o'zi Los-Anjelesda o'zimdan chiqib ketyapti. Hozir Los-Anjelesdaman, endi Savanaga ketamiz.